Boy aka, Toshkent mahallaga kelganman. 12 sotik 5 xona uyim sotuvga qo'yilyapti. Mana shu ko'rib turgan uylaring, bu yerda 3 xona, mana 10 qo'limizda 2 xona vremenkasi bor. Hozir to'liq uyni ko'rsataman. Narxi juda ham yaxshi. Egasi raqamini qoldiraman boy aka. Sizga yoqadi-ku, egasi raqamini qoldirib o'zingiz gaplashsangiz. Ustiga pul qo'yilmaydi, egasi bilan chiroyli narxda gaplashasiz bo'ladi. Egasi raqamini yozib qo'yman, kutib turing, narxni ham aytib o'tib ketaman. Qarang, mana kirib keldik. 12 sotik. Mana shu daraxtgacha chegara, 4 burchak. Полностью 4 burchak chegara. Mana bu yerda 2 xona vremenka uyimiz bor. Buni hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu tomonda 3 xona vremenka uy bor. Vremenka emas bu. Bu asosiy uy bu. Fundamentlari baland. 3 xona, 2 xonasi bitgan. Mana bu yerda bitta xonasi bor. Buni ertaga o'zlaringiz detskimi, oshxonami, choyxonami, to'yxonami ronib qilib qo'yasizlar. Mana asosiy uyga kiryapmiz. Asosiy uyga kirishimiz bilan boy aka mana koridori, o'ngga va chapga xonasi bor. Uyning ichi salqingina lekin. Mana katta zali. Uyni ko'ryapsiz, yonmas. Issiq suv bor. Yo'q, issiq suv yo'q boy aka, aldamsizda. Gaz bor, sovuq suv bor. Mana spalniya xonasi. Boy aka, ayibga buyurmaysiz. Bu uyda hojatxonasi bor, lekin banya xonasi yo'q. Ertaga o'z bilasizku boy aka qanday uy qurib olishdi. Boy aka mana bu 2 xona vremenkasi. Bu endi birinchi bo'lib qurilgan, mana shu uy uchun alohida kadastr qilingan keyin. Mana bu ikkinchi xonasi. Bu yerda svet. Boy aka, afsuski svet yo'q ekanda. Qarang, xullas ikkita xona. Bitta, ikkita vremenka. Bu tomonda 3 ta xona. Bu yerlarni endi ko'rdingiz boy aka. Endi men sizga fasadni ko'rsatib o'tib ketay, keyin ko'chalarni ko'rsatay. Boy aka mana ko'chasi. Ko'cha полный beton qilingan, ko'ryapsizmi? Tekis yo'l. 250 km bemalol haydasa bo'ladi soatiga. Toshkent mahallani o'zini bilasiz, bog'chasi, maktabi, mahalla komiteti, uchastkov xonasi, hamma narsasi bor. Boy aka, uyimiz narxi 55.500 so'ralyapti. Past egasi raqamini qoldiraman, egasiga telefon qilib o'zingiz bog'lanib baraka qilsangiz bo'ladi. Ko'rishguncha.